Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlarga men qanday qilib Instagramda tekin nakrutka urish yo'llarini o'rgataman. Birinchi o'rinda bizga Google Play kerak bo'ladi. Google Playga top follower deb yoza olamiz. Shu yerda mana ikkinchi chiqqan, mana yurakcha rasmi turgan priложение bor. O'shani o'zlaringiz skachat qila olasizlar. Bu menda hozir skachat qilingan. Endi buni biz chiqamiz bunday qilib mana. Ana shunaqa ko'rinishda bo'ladi ana. Top follower degan. Stepda kiramiz. Kirishi salgina sekinroq. To'g'ri bo'ladi chunki atak internetlarda yaxshi bo'lsa tez kirib ketadi. Kirganda birinchida sizlar hali endi skachat qila olgan bo'lasizlar. Sizlarda hali bunaqa narsa kirib ketmaydi. Men oldin ham skachat qilganman. Sizlar kirganlaringiz birinchi uchratda mana bu yerda kirganlardan top follow deydi. Ana shu yerda akkauntlaringiz, keyin pastda parol Instagram. Bu yerga akkauntlaringiz kirgizasizlar, shunday. Bu yoqqa parolni yozasizlar. Keyin mana saqlanit login qilasizlar-da, vayt qilasizlar. Menda akkauntim bor hozir. O'zimniki bu priложениеda tanga ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana yerda men akkauntimni kirgizib qo'yganman. Shu akkauntga mana pastda start bor, tepada mana antiban yo'qolgan bo'ladi. Mana bu har qanaqa mana bu qanday desam, xavfsiz yo'l bilan tashlab beradi-da. Akkauntlar hech qanaqa ban ham yemaydi. Shuning uchun shu antibanni yo'q qo'yasizlar. O'zlaringizga nima kerak bo'lsa, mana yerda podpiska bo'limida like o'tkazasizlar bo'ladi. Keyin bu yerdan podpiskaga o'tkazsanglar bo'ladi. Bu nimani hal qiladi desalaringiz, bu men akkauntlaringizga o'zi kiradi. Boshqa odamlarga misol uchun like bosgan bo'lsa, sizlarga ham like bosib beradi. Ana shu yerdan tanlaysizlar, podpiska yoki like. Men o'zimga kerak hozir podpiska. Keyin mana yerdan startni bosib qo'yamiz. O'zi bu shunday tulib mana bu yerdan 1, 2, 3 va hokazo 2000 gacha boradi. Hozir menda umumiy balans 1609 ta. Bunga men hozir pastda mana o'tamiz. Men pastga qarasalaringiz podpischiki degan bo'lim bor. Shunga bitta o'tamiz. Endi mana bu yerdan xohlaganlar mana 100 ta podpischik 800 ta tangacha, 200 ta podpischik 1600 ta tangacha va hokazo mana 5000 ta podpischik 40 ta ekan, 40 ta. Buni yig'ish juda oson. Mana o'sha menda 1614 ta 5 ta yig'ib tasha hozirda o'zida. Keyin bu yoqqa sizlar mana bu tangachani ishlash oson. Где-то 2 kun internetlaringiz yo'q, shu priложениеdan chiqib ketmagan holda o'zi ishlayveradi. Mana 5 ta yig'ib tashadi. 2 kunda sizlar 100 ta podpischikda tangachasini bemalol ishlay olasizlar. Uncha ko'p megabayt ham yemaydi. Wi-Fi'laringiz bo'lsa juda ham yaxshi bo'ladi. Wi-Fi'dan tezroq ishlaydi internetdan ko'ra. Xo'sh, gapni tushunmagan holda biz ketdik mana. Podpischiki tepada mana o'zlaringizga kerakli akkaunt turadi. Mana yerga kirgizasizlar. Ana shu yerga misol uchun men o'zim akkauntimni kirgizaman hozir. Xo'sh, akkauntim Dilshod pascha uz 1 okta bosasizlar. Ana shu yerda turgan bo'ladi. Mana bu nechta podpischik borligini ko'rsatadi. Menda hozir 148 ta ekan. Xo'sh, unday bo'lsa biz hozir nakrutka urishni boshlaymiz. Keyin yana bitta ma'lumot, mana bu like degan joyda like ursalar, videoni shu joyda mana menga podpiska bosib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Mana video davom etadi. Xo'sh, mana ketdi. Получить bosamiz. Kupit 100 ta podpischik 800 taga rozilik bildiramiz. Mana 800 ta. Xo'sh, ana ketdi. Успешно debdi. Endi buni tekshiramiz. Mana podpischikda mana 22 sekund, 16 sekund, 22, 21 sekund. Mana kelib boshladi o'sha. Bunday qilamiz. Mana 250 ta podpischik. Mana toza yangi 250 ta podpischik.
10 sekunddan vaqt ketmadi ko'rgan bo'lsalaringiz. Mana ikkinchi akkauntimga nakrut ko'ramiz. Xo'sh. Kira olamiz bunga. Endi tepadan sizlar o'zlaringizga qaysi akkauntlaringizga urmoqchi bo'lsangiz, o'shaning nomini kirgizasiz. Mana tepaga bosamiz. Endi ikkinchi akkauntim. Xo'sh, qidiryapti. Post qiladi, darrov o'tkazib oladi. Mana ikkinchi akkauntim 15 tagina bor ekan. Bunga hozir 100 ta yana uramiz. O'sha bu yoqdan ishlayapti mana. Past like ham ursalaringiz bo'ladi nakrutga qilib mana. Shu yerdan o'zlar xohlagan videolarni tanlab, nechta like urmoqchi bo'lsalaringiz, o'shani tangachasini ishlab, bemalol ursalaringiz bo'ladi. Hozir bir ko'raylik narx-navosini buni. Mana 100 ta like 200 tagina ekan. 200 ta. 5000 ta like, 10000 ta ekan. 400 ta, 800 taga sizlar 400 ta like ursangiz bo'ladi ekan. Menga hozircha like kerak emas. Ko'proq ishlasam uraman. Hozir menga подписчик kerak. Xo'sh, mana ketdi. 100 ta подписчик, получить. Ben tekshiramiz. Endi mana 9 sekund, 10 sekund, 13 sekund. Ko'rdingizlar, juda tez ishlaydi, 100% xavfsiz. 93 ta. Mana yana keldi mana. Kelyapti. Mana bu yoqda ham. Mana 17 sekund. Ko'rdingizlar, 100% 1 so'm pul olmadi mendan, 1 so'm. Tekinga nakrutga uryapmiz. 16 ta qopti. Keyingi videoda men batafsil ushbu ilova haqida qilaman, ma'lumot beraman. Hali nasib bo'lsa almashishlarni ham o'rgataman, like urishni ham o'rgataman sizlarga. Like urish shunga o'xshaydi, faqat sal farq qiladi bundan. O'sh mana ko'rib tekshirib ko'ramiz. 109 ta. Hop. Xavotir olmanglar, ko'payadi bu. Ko'rdingizlar, 100% bepul tekin. Mana keldi 113 ta. Qirollaylik ham. Mana kelyapti. Ko'ryapsizlar, 113 ta. Necha 2 ta yana keladi. Asosiysi shunday qilib uriladi. Mana top follower. Shunday qilib turib bu tangachalar 2-3 kunga ishlab bo'linadi telefonlaringiz. Ayniqsa kechqurun uxlashlaringizdan oldin shuni yoqib qo'yasizlar, ertalabgacha o'sha 400-500 ta bo'ladi. Bir kunda 800 ta, ya'ni 100 ta подписчикni bemalol ishlay olsalaringiz bo'ladi. Videoim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, like va подписка tugmachasini bosib qo'yish eslardan chiqmasin. Agar qiziq bo'lsa, sizlarga yana o'zim ham nakrutga urib berishim mumkin.